Mehr muhabbat tazkirasi. Tuyuqsiz havo qattiq sovuq bo'lib ketdi. Mashka o'tni shunchalik qalasammo, uy faqat isimayotdi. Bu xil ahvolda uydimi qilin kiyinib o'ltirishga to'g'ri keldi. Bu yerda qish kunlari turmush haqiqatan jafoliq. Ammo nimishqidir qalbimda bir xil rohat bor. Chunki bu aziz zaminning hamma narsasiga Alloh o'z fazli bilan barakat bergan. Dunyoning g'am qayg'ulardan xoli bo'lgan ruh egisi jismoniy tarafdagi har qanday qiyinchiliklarni yengib ketalaydi ekan. İnsanın hayatı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytgandek: "Ey Muhammed, aytqin ki, mening namazim, qurbanliqim, hayotim va mamatim olamlarning Parvardigori Alloh uchundir" degandek bo'lsa, Alloh uchun tortgan barliq jabr jafolar insonni xuddi po'lat o'ti tovunib chiqqandek tovlab, tavranmas mustahkam bir gigantga aylantirdi ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam degandek, mu'minning ishining hammasi yaxshilik ustida ekan. Ne'matga erishganda shukr qildi ekan. Musibat yetganda sabr qildi ekan. Qalblarim Alloh rizoligi uchun yaxshi ko'rgan azizlarimni aslash, seg'inish, iztirob chekish, judolik dardi ichida qattiq puchlanayotgan bo'lsa-mu, mangulik dunyodagi insonning tasavvuridan halqib ketgan osmon zaminning kengligidek katta bo'lgan eng go'zal o'rin jannatdagi visol shodligini o'ylab, ko'z chanoqlarimdan yosh agigan holda xiyol kaptirim yiroqlarga parvoz qilib uchishga boshladi. Oilamning siyosiy degan nomi tufayli men hijrat safarini qochoq yo'li orqali besishga majbur bo'lgan edim. Rostini aytsam, yurtimdagilar meni qochoq yo'ldan mang'udi deb o'ylamagan ekan. Hozirmi mening qochoq yo'ldan chiqqanimga hech kim ishonmaydi. Chunki u yo'l intayin jafoliq va xatarlik bo'lgani uchun. Men o'zimni ba'zida ashu reallikdan chatnigan safarni besib chiqqanimga hayron qolaman. Aslida menga Allohga bo'lgan muhabbat, hijratga bo'lgan ishtiyoq, jihad ibodatiga bo'lgan herismanliklar kuch-quvvat beg'ishlab, mening hayotimda esimdan chiqmaydigan shu safarni besishimga turtki bo'lgan ekan. Safar ustida aziz qarindoshlarimning kuyinishi, yordam berishi, meni asrashidan iborat mehr muhabbatlari ostida ona yurt, ona tuproq, aziz vatandan ayrilib, 6 oyda Allohning fazli va marhamati bilan Turkiyaga salomat yetib keldim. Alloh taolaning mehribonligi nima degan buyuk, nima degan katta. Alloh menga bir necha yil ilgari hijrat qilib chiqqan ilmlik va axloqli qarindoshlarim bilan tanishish fursati ato qildi. Ular menga shunchalik kuyinatdi. Ig'ir-yengil ishlarimni erinmasdan qilib beratdi. Og'rib qolsam, doktorxonadan dori akilib beratdi. Aziz do'stlarimning menga kuyinishlari, menga yordam berishlari va qarindoshlik mehr muhabbatlari orqali menga islom dinimizning naqadar go'zal bir din ekanligini his qildirsa, yana bir tarafdan musofirlik, g'ariblik, judolik, hijron azoblarida tilg'anayotgan yuragimga malham bo'ladi. Qalbimga tushkunlik tuyg'usining singib kirishini to'sadigan parda edi. Men garchi bu hijratdan iborat bo'lgan uzun musofirni Allohning yordami va fazli bilan yolg'iz bosgan bo'lsam-mu, Alloh taolaning rahmati va ihsoni orqali menga bir tuqqan qarindoshlarimdek mehr muhabbatlari bilan islomiy do'stlikni to'liq go'zal bir ravishda his qildiradigan islomiy qarindoshlarni hadiya qilgan edi. Alloh nima degan buyuk, nima degan sehiha. Men Turkiyaga kelgan vaqtimda u aziz qarindoshlarim menga o'zining bir yurish uylarini tayyorlab qo'ygan bo'lib, men xotirjam holda shu uyga o'rinlashgan edim. Men ko'nglimda oy to'shsa uyning ijorasini beraman deb o'ylagan edim. Oy to'shgan vaqtda uyning ijorasini bermoqchi bo'lganimda, uy ijorasini elish u yoqda tursin. Do'stimning yo'ldoshining yuraklarni larziga soldigan ta'sirli so'zlari hozirmi quloq tubimda jaranglaydi.
Biz siz bilan diniy qarindosh. Hayoti dunyoda diniy qarindoshdanmi yoki Alloh uchun do'stlashgan do'stlardanmi aziz va qimmatli narsa bo'lmaydi. Biz bu o'yini sizlarda qarindoshlarga tayyorlab qo'ygan. Sizlarning xizmatinglarni qilish biz uchun sharaf. Alloh taoloning bizni bu ibodatlarni qilishga muyassar qilgani uchun Allohga cheksiz shukr etamiz. İslomiy qarindoshlikni chingitish bo'lsa, islomning ulini chingitganlikdir va kofirlarga qarshi mustahkam saf barpo qilishning asosiy manbasidir. degan qalblarning cho'nqur qatlamlaridan chiqqan samimiy so'zlari meni to'liq hayajonga silib, ko'z yoshlarimning mang'izlarimga sirg'ib tushishiga sabab bo'lgan edi. Shuninggacha men u uyda xili uzun ijara to'lamay o'tirdim. Ularning bu samimiy sadoqatmanlik bilan qilgan muomalasi tushkunlashib qolmasdan hayotini davomlashtirishimga turtki bo'ldi. Chunki yiningizda sizni yaxshi ko'radigan, sizga moddiy va ma'naviy jihatlarda yor yo'lakda bo'ladigan, sizni qo'llaydigan, rag'batlantiradigan qarindoshlaringizning va do'stlaringizning bo'lishi sizning har jihatda yuksilib, g'arib bo'lgan dinimiz, ummat tarafdan unutilgan xalqimiz uchun yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga ko'p yordami bo'ldi ekan. Ularning sehiyligi, mehnatsiz yordamlari menga sahoba radhiyallohu anhumlarni eslatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: Sizlarning biringlar o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani qarinishi uchun yaxshi ko'rmaguncha haqiqiy mu'min bo'la olmaydi. Bu hadis shuni ko'rsatadiki, har birimiz musulmon qarindoshlarimizga mushu hadisning ruhi bo'yicha muomala qilganda bir-birimizga qilgan samimiyatimiz yetarlik bo'lgan bo'ldi. Har birimiz boshqalarning bizga shundoq muomala qilishini orzu qilganmiz. Bizmi boshqalarga shundoq yiqimliq, samimiy muomalada bo'lishimiz to'liq zarurdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mu'minga nisbatan bir binoga o'xshaydi. Uning ba'zisini changitadi, deb barmoqlarining orasini giralashtirgan edi. Atrofimizga ko'z yugurtirgan bo'lsak, o'zlarining mehnatsiz, hech narsa talab qilmasdan faqat Alloh rizoligi uchun yordar va ojiz, kasal qarindoshlarimizga yestashlik va mehribonlik qilish va siliq sipoyilik bilan muomala qilish orqali butun ixlosi bilan yordorlarning qalbiga umidvorlik, ojizlarning qalbiga kuch-quvvat, cho'nglarning qalbiga jo'shqinlikni ilib kelayotgan fidokor azizlarimiz oz emas albatta. 8 yildan buyon jangda yaralangan, badanlari harakatdan to'xtagan yo'ldoshining xizmatini erinmasdan, voysimasdan, shikoyat qilmasdan, bo'shib qolmasdan sabit turib, Alloh rizoligi uchun qilayotgan fidoyi singlimizning qishiga 1 yilning oldida qo'shni mahaldan bir ayol kelib, uzun yildan beri yo'ldoshini beqib charchagan singlimizning ig'ir-yengil ishlarini kuyunib, o'zlarining ishidek qaytirqinib, ixlos bilan qilib bergan. Shuningdan tortib, bulardan hech narsa talab qilmasdan Alloh rizoligi uchun nonlarni yiqib bergan va yana atrofdagi kasallarning, yashanganlarning nonlarini yiqib bergan. Fidoyi singlimizning qo'shnilari jutig'i. Ular qo'shnilarchilik majburiyatini ado qilishda alohida ahamiyat bergan bo'lib, kunda dugudak qo'shnilari tomoq etib akirib bergan. Hatto yardar qarinishimizning ko'ngil tortgan tomoqlarni etib akirishga alohida ko'ngil bo'lgan. Uningdan sirt, qizlarni kunda madrasadan qaytgan vaqtda fidoyi singlimizning uyiga kirib, uy ishlariga yordamlashishga kirgizgan. U umoq qizlar uyga adab bilan kirib, "Ada, nima ish bor biz qildigan?" deyish orqali singlimizning vatanda qolgan yurak parisi farzandlarining qishida yo'qligini chondirmagan. U qizlarni ishqi buyursa xursand bo'lib, sho'xlik va jo'shqinlik bilan qilib bergan. Agar ish yo'q desa, ko'ngillar yerim bo'lib chiqib ketishgan. Bu nima degan go'zal axloqli insonlar ha? O'zlari Alloh taolaning tuvandagi buyrug'ini ixlos bilan ijro qilgandan sirt, kelgusi ummatning bushkun tavrtilgan, kelgusi onalarning pok, samimiy, o'z manfaatidan qarindoshlarining manfaatini ortiq bilish, yaxshi amallarga herisman, boshqalarga yordam berishni o'z burchim deb tunuydigan, qalbi pokiz avangardlarni
yetishtirib chiqayotgan edi. Kelgusi onalarimizning qalbi kirlashsa, bir millatni kir bosadi. Chunki vijdoniy mas'uliyat va imoniy tarbiyat bilan onalik shartini hozirlamagan onaning bolalari tug'ilgan kundan boshlab yetimdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: Ota-onalarga, xish-aqrabolaringlarga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shniga va yiroq qo'shniga yaxshilik qilinglar. Ular suyimli payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning Alloh va oxirat kuniga iymon etgan kishi qo'shnisini hurmat qilsin degan chaqirig'iga aktivlik bilan ovoz qo'shgan. Yana shundaq mujohida hamshirlarimiz borki, ular Alloh taolodan o'zi rozi bo'lgan amallarga muyassar qilishini iltijo qilib turib, qarindoshlarga mehr-muhabbat yetkazayotgan. Bir yoshda cho'ng'aygan hamshirimiz intayin eg'ir yaralangan mujohidni beqib, Allohning dargohida ajr savobga erishish uchun tashabbuskorlik bilan bu mujohidga nikohlanib, kesilga shunchalik kuyinib, mehr-muhabbatini berib, asrab, tamoqlarni etib yegizib, kasalning ruhiy holatlarini yaxshilash uchun ko'tirib sirtlarga chiqib, yeshilchilik manzaralarini ko'rsatish orqali bu ig'ir kasalning Allohning rahmati va fazli bilan kundan kunga yaxshilanishiga sababchi bo'lgan. Bu nima degan ulgulik namunalar. Jangda bir qo'li uzilib, bir qo'li qolgan mujohid qarindishimiz, er-ayol ikkisi qattiq yomg'irliq, qattiq sovuq kunlarda jafo mushaqqatga qaramasdan mahallarga sayko'ktot va meva-chevalarni opirib, shahid va asrning ahlilarining va boshqa cho'nglarning ishlarini osonlashtirib bergan. Hatto yardar qarindishimizning qishig'i kirib, mevani bir qo'lda eg'iziga silib yegizib qo'yish orqali yillarcha uyda Alloh bilan sirlashib yotgan qarindishimizga ruhiy ozuq elib kelgan. Va bu qarindishimizning oilasining sayko'ktot mevalarini izchil haqsiz yetkazib bergan. Ular bu ibodatlarni o'zining ustidagi bir mas'uliyat deb tunug'ashqa, ixlos va samimiyat, yerismanlik bilan hech narsa tamo qilmasdan, faqat yeti osmon, yeti zaminning podshohi, arishning egisi bo'lgan eng buyuk katta Allohning rizoligi uchun qilgan. Mehribon Alloh bu aziz qarindoshlarimizning barliq amallarini riyo va sum'adan pok holatda qabul qilg'ay. Alloh ularga Jannatul Firdavsni nisib qilib, jannatdagi eng oliy ne'mat bo'lgan Allohning go'zal jamolini ko'rgili muyassar qilg'ay. Amin.